So'nggi vaqtlarda deyarli barcha yoshdagi insonlarda ko'rish qobiliyatining pasayish holatlari tobora ortib bormoqda. Bunday vaziyatlarda esa eng muhimi vaqtida shifokor ko'rigidan o'tish va to'g'ri davolanishdir. Biz Namangan viloyatida qariyb 30 yildan buyon faoliyat yuritib, aynan yuqoridagi kabi muammolarga eng zamonaviy va samarali yechimni berib kelayotgan Muhammad Anvar klinikasi rahbari, oliy toifali oftalmolog Muhammadjon Qayumov bilan suhbatlashamiz va barcha bemorlarni qiziqtirgan savollarga javob olamiz. Barcha xizmat turlari va asosiylari haqida batafsil. Asosiy yo'nalish oftalmologiya yo'nalishi bo'yicha ko'z kasalliklarining diagnostika, maslahat, operativ konsultatsiya davolash, undan tashqari qo'shimcha yana lor kasalliklarni davolash, endokrinolog doktorimizning konsultatsiyasi, kardiolog yo'nalishida aholimizga xizmat ko'rsatamiz. Ayni vaqtda ushbu klinikada nechta vrach mutaxassislar faoliyat yuritmoqda va ularni toifalari, darajalari haqida ma'lumot bera olasizmi? Ma'lumot berishimiz mumkin. Oftalmolog ko'z doktorlari 4 kishi, yordamchi doktorlari 3 kishi, yana konsultatsiyaga chaqiradigan doktorimiz bor, yana bundan tashqari 2 ta doktorimiz bor. Hozir bitta doktorimiz Germaniyada malaka oshirishga ketdi. 9 oy davomida shu yuqori texnologik operatsiyani o'rgangan. Hozir shu kollektiv bilan ishlayapmiz. Bundan tashqari qo'shimcha endokrinolog vrachimiz bor, hamda bu yerda lor bo'limimizda 5 tadan ortiq yuqori malakali vrachlar ishlaydi. Ulardan 3 tasi asosiy vrachimiz, yana 2 tasi yordamchi vrachimiz, keyin bundan tashqari anesteziologimiz bor. Shu vrachlardan iboratmiz. Apparatlarni, texnikalarni qanaqa qilib ajratishni, klinika tanlayotganda nimalarga e'tibor berish kerakligini qanday tavsiya berasiz? Qanaqa qilib to'g'ri tanlash bo'yicha? Ma'lumotga oftalmologiya yo'nalishi emas, masalan, umumiy tibbiyot yo'nalishida maslahat berayotganimda, o'sha tibbiyot sohasining egasi bo'lmagan odamlarga maslahatim. Avvalambor qarindosh urug'imizda, sinfdoshlar, yaqinlarimiz ichida vrach bor, qaysidir vrach. Qaysi spesialist bo'lsa ham. Ular klinika tanlovining mutaxassis bo'lgancha ularda osonroq. Avvalambor eng yaqiningiz, hech qanaqa sizdan nima deydi, manfaatdor ko'rmaydigan vrach. Ilgari misol chetda hozir oilaviy vrachlar bor. Alohida misol uchun mana imkoniyat bo'lsa hamlarning o'zining alohida oilaviy vrachi bor, maslahatchilari bor. Avvalambor shularga quloq solish. Xudoga shukr, viloyatimizda xizmatlar juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Bemalol shoshilmasdan o'tkir holatdan boshqa holatda maslahatlashib, tanlov o'zlariga. Amir Temur aytganda, biz kimligingizni bilsangiz, biz qurgan narsaga qarang deydi-ku. O'sha ishga amal qilib, haligi kelin olgani borishadi-ku. Hovlini ko'rishadi, kirgandan eshik supurilganini ko'rishadi. E'tibor berishadi-ku, qizni keyin ko'rishadi-ku. Xuddi shunga. Oldin ishlarini ko'ring, keyin shu gapda o'sha. Hamma soha shu. Flyer reklamasida ko'rdim. Shu imkoniyati cheklanganlar, reyestrlarda, mahallalarda turadiganlarga bepul xizmat ko'rsatish tizimini ham yo'lga qo'ygan ekan. Shu haqida batafsilroq gapirib bersangiz. Xo'p, biz 3 yildan beri sug'urta tizimida ishlaymiz. Bu degani o'sha prezidentimiz chiqargan shu imkoniyati cheklangan bemorlar davlat byudjeti hisobiga sug'urta asosida bepul operatsiyalar qilish. Qandli diabet kasalligi, katarakta kasalligi, glaukoma kasalligi, boshqa kasalliklar vaqtida davolamashang bu og'ir oqibatlarga olib kelgani uchun imkoniyati yo'q odamlarga shunday sharoit qilingan. 2025-yil ichida, yil davomida shunaqa bemorlardan nechta operatsiya qildi? 257 ta bemor operatsiya qildi. Bu oyiga 20 tadan to'g'ri kelyaptimi shunda? Oyiga 20 ta atrofida. Endi bu ma'lum bir kasallik hisoblanadi. Kasalliklar 4 millionlik operatsiya, 10 millionlik operatsiya ham bor. Biz arzonroq narxdagi operatsiyani qilsak, soni ko'payadi. Qimmatroq operatsiyani ko'paytirsak, soni kamayadi. Limitdan chiqib ketmagan holat. Masalan, qancha limit bo'ladi bir oyga? Yo'q, biz bir oylik emas, yillik shartnoma qilamiz. Yillik bo'ladi. O'tgan yil misol uchun 750 million shartnoma bordi. Keyin yana o'sha kasallar ko'p murojaat qilgancha yana qo'shimcha 150 million ajratishdi bizga. Juda katta imkoniyat. Viloyatda ko'z doktorlari ham o'zini yashashdi, viloyatda ko'z doktorlari ham biladi. Shu imkoniyatdan butun vodiy, butun respublika bo'yicha foydalansa bo'ladimi yoki faqat Namangan viloyatidagi aholi uchun? Hozircha Namangan viloyati
lekin yaqinda shunaqa bo'lyapti, o'sha uni chegaralanmaydigan qilishmoqchi bo'lyapti. To'g'ri gap ochib, hali ishga tushdimi, tushmadimi, men точно bilmadim. 24/7 rejimda ish faoliyatiga o'tildi. Bunga sabab nima bo'ldi va bu imkoniyat ochilgandan keyin bemorlarda rostdan ham yarim kechasi ham ko'zlarida bir nimadir bezovtalik bo'lib murojaat qilishsa, shunda tez tibbiy yordam ham ko'rsatiladi ko'z bilan bog'liq. Albatta, biz ish soatimiz asosan 8 dan 5 gacha. Lekin ish faoliyatida shuni ko'rdikki, soat 5 dagina bemorlar murojaat ko'paydi. Yana bilsangiz, mana bahor nega o'tdik. Kunni uzayisi bor, ko'pchilik mana dala ishlari, qurilish ishlari boshlandi. Ko'proq jarohatlar shu ish jarayoniga bog'liq bo'ladi. Bizga yetib kelgungacha kasallar shu kech qolishadi. Vrach bo'lib tashlab keta olmaysiz, u vrach murojaat qilib tursa yo'q. Shu munosabatini ham shu kadrlar tayyorlash masalasini yechdik. 24/7 ishlash uchun ham vrach ham kerak. Xudoga shukr, yosh kadrlarni tayyorladik. Shunga imkoniyat yaralgandan keyin shu rejimga. Savolim, mana operatsiya jarayonlarida odamlarni, men o'zim boshimdan o'tgancha birinchi hayolimga keladigan narsa, operatsiya kuniga, eshigiga yetib kelgan paytda sanitariya gigiyena qanaqa ekan? Yo'q. Buni o'zingiz shaxsan tekshirasizmi? Yo'q. Bu har bir etapi bor. Birinchidan Sog'liqni saqlash vazirligi ko'rsatmasi bor, instruksiyasi bor. Biz o'zimizni kallamiz qilsa xohlagan narsani qila olmaymiz. Birinchidan instruksiya, keyin mana sanitariya epidemiya tashkiloti bor, uni o'zini etaplari bor deydi. Даже siz kasalxona qursangiz, operatsiya qilgan xonangizni ma'lum kvadratidan, balandligidan, ostidan, даже konditsioneringizga hammasiga talablar bor. Ikkisidan keyin talabni bajarmay yomon chiqsa ham baribir biz cho'ntagingizni ziyon ko'ramiz. O'shaning uchun maksimalni u talabdan ham ko'proq qilamiz. Operatsion hamshira bor. Qoida bo'yicha operatsionni tozalov ishlarini o'tkazgani ikkita farrosh. Bu o'rta sredniy образование bo'lishi kerak. U tibbiyot tugatish shart emas. Lekin biz shunaqa olganmiz, даже o'shalarga ham tibbiyot kollejini bitirgan, tibbiyotdan ma'lumot borgan qizlarga ruxsat beramiz. Даже operatsionni shunaqangi blok deydi bekirilganki, misol uchun ba'ziga kirsangiz koridor operatsionni bizda ma'lum bir etapdan o'tilgan, ma'lum bir joyda konditsioner ham ma'lum bir maxsus tibbiyot konditsioner o'rnatiladi. Misol uchun havoni almashtirishga emas. Shunaqa operatsiya qilinadi. Hammasini hisob-kitob bor, javobgar odamlar bor. Ana shuni hozir Xudoga shukr biz ish boshlaganimizdan ko'ra ancha rivojlandi. Nimaga? Tibbiyotda ancha bir marta ishlayotuvchi narsalarga o'tdik. Misol uchun bu narsa ishimizni yengillashtirdi. Har tomondan ko'nglimiz to'q. Operatsiya qilmasa bo'lmas ekan ko'zimni deb turib, keyin davolasa bo'lar ekan deganlar bo'lyapti. Yo'q, aytyapman, buni hozir ham misol uchun manda institutga kelgan bola. Operatsiya qilish kerak, qilmaslik kerakligini ham misol uchun shu institut bitirgan, 5 yil ishlagan doktor ham tochka qo'ya olmaydi. Shuning uchun men oxirgi konsultatsiyani men qilaman. Menga qo'yib turib, men ayta olayman. Buning uchun bu narsani oddiy xalqqa yechib bo'lmaydi. Iloji yo'q. Demak, kelib turadi shunaqa bemorlar. Yo'q, qanaqa keladi? O'zimda bo'ladi, misol uchun menda ham bo'ladi. Operatsiya qilish kerak deyman. Yana bitta vrachim operatsiya qilmaslik kerak deydi. Ikkalamiz o'zimiz tortishamiz. Keyin uchinchi misol uchun yana ginekologiya doktorimiz bor. Bo'pti, buni ham kezib, u bilan maslahatlashamiz. Bu oddiy narsa. Misol uchun, bu siz aytgan narsalik klinik operatsiya qilish kerak bu desangiz, qanaqadir aldov bo'lganga o'sha degan ma'noda ketyapti. Ha, shunaqa ham eshitdik-da ko'p. Yo'q, to'g'ri gap. Hurmat qilgan klinika bu ish anaqani o'zidan bunaqa hurmatli klinikalar bunaqa metod foydalanmaydi. Lekin bor. Bor. Shunaqa vrachlar ham bor. Bor. Inkor qilmayman, bu o'zini birinchidan neprofessional urovnidagi vrachlar, ikkinchidan klinikalar, juda kichkina klinikalar. Ularga bizga birinchi obro'yimiz kerak. Hozir biz o'sha operatsiya qilmadik, demak bemor 6 oydan keyin 1 yildan ko'rmay qoladi. Keyin operatsiya qilsa bo'ladimi, bo'lmaydimi, это вопрос. Yana noma'lum. Shuning tavsiya qilamiz. Biz erinmasdan hamma kasallikni tushuntiramiz. Lekin aldamaymiz ham. Chunki biz hali bir kunlik doktor emasmiz-ku. Masalan, biz qaysidir joydan keldik, Namanganda 1 yil ishlaymiz, keyin ketamiz. Bizni taniganlar, masalan, 30 yil ham ishlayapmiz. Biz savdogar emasmiz. Bugun ishlab bu savdoda ishimiz yurishmadi, endi bo'ldi, boshqa savdo qilaylik. Ya bu ishmadi, bu qildi deb kasbimizni rivojlantirmaymiz. Shu institut bitirib 94-yilda bitirgan bo'lsak, hozircha oftalmologiyadamiz.
Hech qaysi vrach kasbini o'zgartirmaydi. Mana shu davolayotgan bemorlar ichida yashaymiz. Qarindosh urug'imiz bor, xudo andamiz bor, boshqamiz bor. Har kuni ko'rishamiz. Namangan tug'ilgan joyimiz. Shu yerda yashaymiz. Keyin ham yaxshi qilgan bo'lsak, ko'chada ham har birda rahmat aytib yuramiz.